28 aprel 2026 yil ushbu loyiha Andijon viloyati Baliqchi tumani Qumtepa MF 13 gektar yer maydoni 381-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Ushbu yer maydonlarida jami 26 dehqon xo'jaliklari mavjud bo'lib, ekin turi pomidor. Ekinlar hozirda hosilga kirgan, ekinlarning holati yaxshi. Ushbu yer maydonlarida jami 155 tonna hosil yig'ib olish rejalashtirilgan. Loyiha qiymati 1 milliard 300 million. Har bitta dehqon xo'jaliklarining daromadi 87 millionga to'g'ri keladi. Ushbu yer maydonlariga lider tadbirkor etib Turon yerlari MChJ biriktirilgan.